Nimaga ko'zingizga qo'rquv bor? Bizning ko'zimizda qo'rquv yo'q. Biz faqat Allohdan qo'rqamiz, boshqa hech kimdan qo'rqmaymiz. Goldning bugungi video murojaati u yer mening enamni yoki buvimning uyi emas deb boshladi. Buvimning uyi emas, yo bo'lmasa ammamning uyi emas. Nima yegim kelsa yeyman, yo nima ichkim kelsa ichaman, yo sport pitaniya desam sport pitaniya qilib berilayotgan, yo zal borayotgan joy emas, zalga tirnoq yig'ilayotgan joy emas-ku yig'lar. Bundan tashqari sport formaga juda ham tez tayyor bo'lishini yana bir bor qo'shimcha qildi. Sizlar vassanavit qancha bo'lishi mumkin? Sportsmen deb ko'rgansizlar, sportsmen deb bilgan bo'lsanglar, bolalarni, mana sportchilar qancha vassanavit qila oladi o'zi. O'zini vassanavit qancha qiladi? Qancha muddatga qiladi? Sizlar mana shuni yozinglar qani. Men sizlar shuncha siz o'ylagan darajada ham, sizlar o'ylagan darajadan ham men tez vassanavit qilib olaman o'zim. Chunki 5 yil o'tirib chiqib ham vassanavit qilib olganman. Tez kunlarda barcha kutgan jang albatta bo'ladi deb ta'kidladi. Bundan tashqari, Goldning jangi dekabr oyi Humo arenasida bo'lishi kutilmoqda. Albatta Oktagon ligasi ushbu yigitga jang beradi. Assalomu alaykum, mujiki, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Qalay, damlar qalay? Uydagilar yaxshimi? Onaxon, otaxon, ulardan baholan bo'linglar. Gilamni o'shalardan baholan bo'linglar, qolgan hech narsa emas. Bir ikkita savollarga javob berib ketmoqchiman. Alhamdulillah chiqib oldik, gap bo'lishi mumkin emas. Padishkalar uchun kelgan joydan boshlab oldik. Nimaga aralab ketdingiz? Nimaga ko'zingizga qo'rquv bor? Bizning ko'zimizda qo'rquv yo'q. Biz faqat Allohdan qo'rqamiz, boshqa hech kimdan qo'rqmaymiz. Qachondir o'lamiz baribir, to'g'rimi? Shu. Endi nimaga aralab ketdinglar deganingizga, meni u buvimning uyi emas, yo bo'lmasa ammamning uyi emas. Nima yegim kelsa yeyman, yo nima ichkim kelsa ichaman, yo sport pitaniya desam sport pitaniya qilib berilayotgan, yo zal borayotgan joy emas, zalga tirnoq yig'ilayotgan joy emas-ku yig'lar. Endi alhamdulillah chiqib oldik, kelgan joydan boshlaymiz. Mening jangimni sizlar qancha kutgan bo'lsanglar, men sizlarga jangimni shunchalik ko'rsatishga harakat qilaman. Sizlar vassanavit qancha bo'lishi mumkin? Sportsmen deb ko'rgansizlar, sportsmen deb bilgan bo'lsanglar, bolalarni, mana sportchilar qancha vassanavit qila oladi o'zi. O'zini vassanavit qancha qiladi? Qancha muddatga qiladi? Sizlar mana shuni yozinglar qani. Men sizlar shuncha siz o'ylagan darajada ham, sizlar o'ylagan darajadan ham men tez vassanavit qilib olaman o'zim. Chunki 5 yil o'tirib chiqib ham vassanavit qilib olganman, 3 oy o'tirib chiqib ham vassanavit qilaman. O'zbekiston meni kutgan, men O'zbekistonni kutdim. Bo'ldi. Shunaqa gap. Galangiz. Ehtiyot bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Nima gap so'z, nima savol javob yozasizlar, men savol javoblarni berishga harakat qilaman inshaalloh. Shu gap. Men O'zbekistonni yuragiga podpisatsiya bo'lganman, O'zbekiston meni yuragimga podpisatsiya bo'lgan. Bunga javoban Erka bilan To'ktar ham munosib javob qaytardi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldiring. Chiroyli astoyni bo'ylarni ko'rasizlar endi inshaalloh. Gold bilan meni bo'yimni. Bular mujiklar shu videoni tayyorlab qo'yinglar va aktyorga tashab qo'yinglar ko'rsin o'zi uchun. Da istib jurasizmi, tip-tinish жұмыстарыңды isteb, o'zingмен o'zing isan osuna video keladi-da. Jiberib qo'y ana, tashlab qo'y ana aktyorga deydi-da. Gold chiqdi. Men или Goldben qaysingizni to'g'risamiz deb ko'ch chiqdi videomish. Gold chiqdi, ya, qutli bo'lsin. Men chin yurakdan Gold chiqsa ekan deb men chin yurakdan niyatdengim chiqsin to'g'risiga, biroq men bilim bo'yicha ol условный срок aldi. 4 yilga условный срок. Ol tungi soat 10 dan keyin uyingda o'tiru kerak. Chet elga chiqa olmaydi. Zang buzbau kerak. Sendер qaslarına жиналып аласыңдар да, ана шайка. Еркеонмен қашан еркеон, ол қазір не дай бог маған выз тастап бірдеңе айтып заң бұзып қоятын болса, оның условный срогы реальный срокқа айналып кетеді. Сол кезде қайсысын алып шығасың? Жаңа қасында жүрген, ана особенно түр жасап алған, сен түр жасамай қойшы. Сен түрің шашы жіберді қалдың да біздің бала, көрдік қой. Бір раздыва ғой сен, бір раздывадан кейін түрің милый болады сен. Так что түр жасамай қой. Ана Голдты бүйтіп қажамаңдар, ол кәдімгі демалып алсын, түрмеден шықты қазір. Камераға, видеоға гәпіре бермей, лучше қай уақытта төбелесеміз, ондан кейін болмайды деген Голдқа, таңертең төбелесейік, или түсте төбелесейік, қай организацияда төбелесеміз деген реальный сұрақтар қойсаңдаршы. И реальный жауаптар беремін мен.